Bo'ldi, hozir aytaveraman, aka bir minut. Bolalar, 8 kishiga osh suzdiryapman. 7 kishiga suzur. Nima 7 kishiga? Shahriyor kelmadi-yu. Tushunmadim. Yana kelmadimi u? Oldingi safar ham kelmagan u. Bundan keyin ham kelmasa kerak. Yo, o'zi kimdir telefon qilib xabar oldimi? Nimaga kelmayotgan ekan? Ha, men telefon qildim. Xo'sh, javob bermadi, qaytib ham qilmadi. Nima qilish kerak? Qilmaydi-ham u. Telefon qilma kerak emas. O'zi chopish kerak u bolani. Chopib urish kerak o'zi. Kelmasin. Xo'sh. Nimaga bormayapsan endi shunaqa qilib choyxonaga? Qo'ynimga hechasi sig'mayapti. Nima? Aytsam ishonmaysan. Hatto bolamga taylik olishga ham pulim yo'q. Sendan birov pul so'rayaptimi, tushunmayapman. Choyxonaga kelsang shuncha bola bor. O'rtada yoyma qilib to'laveramiz. Nima muammo? Bir safar sen to'lirsan, ikkinchi safar boshqasi. Kimgadir yuk bo'lish xohlamayman, o'rtoq? O'zichi bizda ham ayb bor. Sendan xabar olmay qo'ydik. Choyxonada o'tirib g'iybat qilishni bilamiz. Xafa bo'lmaysan endi. Men hech kimdan xafa bo'lmaydigan bo'lganman. To'g'ri qilasan. Lekin men sendan qattiq xafa bo'ldim. Nima? Nima meni o'ldi degan xabar keldimi? Nimaga unaqa deyapsan? Farhoddan qarzing bor ekan, eshitdim. Ana magazindan ham qarzga narsa olgan ekansan. Daftar to'lib ketibdi. Eng qizig'i shuncha narsani men sendan emas, begona odamdan eshitdim. Shunga xafaman, o'rtoq. Endi hech kimdan qarzmassan. To'lab qo'ydim. Endi hech kimdan qarzmassan. To'lab qo'ydim. Lekin baribir sendan xafaman. Ko'rishamiz. Badriddin? Badriddin? O'rtoq? Nima unaqa qolsa? Bu bolalaringga taglik. O'zim ham bolalarimga shunday ishlataman. O'sha. Bu bo'lsa ro'zg'orli. Buni ishlatib turasan. Nima unaqa qolsan, o'rtoq? Nima gaping esingda yo'qmi? Cho'ntaging bo'shab qolganida uni to'ldirib qo'yadigan do'stingni esingdan chiqarma degansan. Men o'rtoq. Bilaman, oyligingacha hali bor. Ishlatib turasan. Buni qanaqa qaytaraman? Cho'ntaging bo'shab qolganda, uni to'ldiradigan do'sting borligini esdan chiqarmasang bo'ldi. O'shanda nimaga unaqa deganingni to'g'risi tushunmagandim. Mana endi tushundim. Sen bilan men bir-birimizni boshlig'imizni to'ldiradigan do'stlarmiz. Rahmat o'rtoq, boringga shukr. Sog' bo'l. Schwarzenegger o'rtog'im. Yaxshimisan? Zal yo'qmi bugun? Ko'ngilga sig'mayapti, yoqmayapti shu zaman. Yur ketdik. To'xta. Yana uyda o'sha mojaromi? 3 yildan beri farzanding yo'q. Ajrash deb uydagilar qo'ymayapti. O'rtoq, bu kelinni doktorga ko'rsatmadingmi? Ko'rsatdim. Hammasi joyida. O'zingni-chi? To'g'risini ayt. Ayb senda. Steroid qabul qilasizmi? Shunaqa. Tushunarli. O'shancha urug'lar nurga tushib qolgan. To'xtang, stop, tushunmadim. Steroid deganingiz nimasi? Bu nima, shunda narkomanmi? Yo'q, bugungi kunda ko'plab yoshlar zalga chiqqanda tezroq kachak bo'laman deb turib, steroidlar qabul qiladi, ya'ni testosteron. To'g'rimi? Shunaqa. Buni sizga kimdir maslahat berganmi yo o'zingizdan o'zingiz boshlaganmisiz?
O'zim boshladim. Bu meni eng yaqin do'stim. Sizga ishonib olib keldim. Davolasa bo'ladimi? Aytganlarimiz vaqtida qilib tursa davolasa bo'ladi. Imkoni bo'lsa, albatta davolanaman. Olgan narsalaringizni bugunoq hammasini to'xtatasiz. Xo'p, Hozir bo'lmasam ozgina o'tirib turasizlar, qolgan tekshiruvlarni tekshirib kelaman. xo'p. O'rta, qara. Bog'bonim daraxtim tezroq katta bo'lsin deb har kuni suv quysa nima bo'ladi bilasanmi? Daraxti ildizini chirtib yuboradi. Hamma narsani me'yori, vaqt soati mutaxassisi bo'ladi. Qanaqa xato qilib qo'yganingni tushungandirsan. Xato qilganimni tushunib yetdim. Rahmat senga. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, Voyu. menga qara. Ha? Qolganlar qani? Qolganlarni qo'yver. O'zimiz amallaymiz. Bu jinni chochib tashlashadi hozir bizani. Vohma qilma. O'rta bitta muomala qilib ko'ring, maylimi? Voy padir. Hozir. Ha, qizlar. Bormanglar. Ha, bu oranglarda erkakka o'xshab birga bir gaplashadiganlar ham bormi? Voy yomon o'ryaptimi? Yo'q. Qituvlar boryapti. Kuldirma. Yomon qo'yib tashlashdi lekin. Vashsha. Ne bolla kemada? Necha yil u oylar o'tsa ham sen doim yonimda do'stim. Yoshlikdan birga o'sdim. Hayotning sinov tog'larini birgalikda zabt etamiz do'stim. Bir-birimizga tirgak bo'lib o'sdim. Qolib ketsam jar yoqasida kimdir yordam qo'lini cho'zdi. Qattiq tut men shu yerda do'stim. Hatto men nohaq bo'lganimda sen uzr so'rading do'stim. Qalbing og'ritsada so'zim. O'rtoqlarimizni xuddi sochimizga o'xshab ko'p deb o'ylar ekanmiz. Lekin boshimizga bitta muammo tushsa yoki tashvish tushsa, kalligimizni his qilar ekanmiz. Tabriklayman. Sen ham g'irt kalakasan. Qo'l ketdi. Unchalik kalamas ekanman. Bitta tola bo'lsa ham sochim qopdi-yu. O'shanga xursand bo'lman. O'sha tola sochingni tezroq hozir baynisaga olib bormasang to'kilib ketadi ham. Menga qara. Nima sen unaqa ko'p urib tashlashmadi? Bilmadim, o'rtoq, bitta urib uxlatib qo'yishdi. Yog'i esimda yo'q. Qo'ying ber. Tashlashdi. Barchasi bo'lganimda sen bo'lasan yonimda. Mening do'stim. Bugun zulmat bo'lsa yerda bizni kutar yorug' erda. Mening do'stim.